Voy, olib ijrosida bo'ldi. Mana juda ham chiroyli yangi qo'shiqni qarshi olishdi tinglovchilarimiz. Hamma hit taronalar kabi ushbu qo'shiq ham muxlislar ko'nglidan joy egallasin deymiz. Alisher aka, taassurot qanday bo'ladi endi? Sizni nima kutyapti endi bu qo'shiqning natijasi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Menga ma'qul keldi misol uchun-da. Men juda xursandman. Aynan bugungi kunga to'g'ri kelgani premyeram juda baxtiyorman. Qo'shiqdagi so'z muallifi o'zingiz, a? Musiqa muallifi ham o'zingiz. Musiqiy sayqal, aranjirovka o'zingiz. Ijrochi ham o'zingiz. Ana bo'lmasa, bo'lish mumkin emas. Tabriklaymiz. Rahmat. Muvaffaqiyatli bo'lsin. Haqiqatan ham qachonki yurtimiz tinch bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa ko'ngilda, to'y va tantanalar yarashadi, qo'shiqlar, go'zal taronalar ko'ngilga xush yoqadi. Mana shunaqa betakror ijodiy namunalarni tinglovchilarimizga, yurtdoshlarimizga, musiqani shaydolariga taqdim etishdan aslo charchamang. Alisher aka, katta rahmat sizga. Kelganingiz uchun, kayfiyat uchun, premyera uchun minnatdorlik bildiramiz. Muxlislarga, yaqinlarga aytar so'zingiz bo'lsa, marhamat. Katta rahmat tinglagan barchaga fursatdan foydalanib, ustozim Burxon Sharopovga alohida minnatdorchilik bildiraman va bugun efirdan oldin menga juda katta maslahatlarni, yo'l-yo'riqlarni bergan Oybek Aliyevga katta rahmat aytaman. Men bugun uchrashganimdan juda xursandman. Mana suhbatdoshimiz Alisher Tayirdan musiqiy sovg'alar, musiqiy tuhfalarni qabul qilib oldik. Endi Sevimli radiosida ushbu taronangiz doim o'sha jonli mana shunaqa o'zini hissiyotlarini tinglovchilarga ham taqdim etib boradi. Katta rahmat. Bo'lganda hammangizlar sevgi, muhabbat, mehr, yaxshilik tark etmasin. Yaxshilik qilishdan hech qachon charchamang deymiz.